Sürgündeki Şarkı Türkistan Hökuməti 78-ci növbətlik Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Ümumi Kengişi və onunğa əza dövlətlərə Xitayning Uyğur, Qazaq, Qırğız və başqa türk xalqlarına qartılğan irqiy qırğınçılığını to'xtatish uchun darhol və həll qilg'ich tədbir qo'llanishni murojaat qildi. BDT binosi oldida e'lon qilingan bayonotda mundaq deyildi. Xitayning Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchiligini davrimizdagi eng jiddiy insonparvarlik krizisi deyishga bo'ladi. Xalqaro jamiyatning gazgacha jimjitligi va polish holga tushib qolishi Uyg'urlar va boshqa turk xalqlarga xiyonat bo'lib qolmay, yana kollektiv insoniy vijdonimizning parakandichiligidir. Sürgündeki Şarkı Türkistan Hökuməti tərəfindən e'lon qilingan bayonotda 2014-yildan buyon Xitoyning Sharq Turkistonda berilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyati 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning jazo lagerlari, turmalar va majburiy emgak maydonlarida inson qalbidan chiqqan muomalalarga uchrashi bilan davomlashdi deyildi. Xitoy doiralari Lanjudagi uzun yillik tarixga ega Shingvan masjidini majburiy chiqib o'zgartirishga boshlagan bo'lib, mutaxassislar Xitoy da'vo qilayotgan musulmonlarning e'tiqod erkinligi siyosatining mavjud emasligini, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati Xitoy siyosatining qaysi darajaga borganligining namoyandasi ekanligini bildirishmoqda. Amerika ovozining xabarda bildirilishicha, Shingvan masjidi garchi Xitoy bilan arab dunyosining do'stligiga simoval qilingan belgi xarakterlik masjid bo'lsa-mu, ammo Xitoy rejimi yana chiqib o'zgartirishga boshlagan. Bildirilishicha, Shingvan masjidi uzun tarixga ega qadimiy masjid bo'lib, Ming sulolasi davrida silingan va 1687-yilda qayta yasalgan. Yevropa İttifaqı Xitoyning to'kliq avtomobillarining davlatning to'liqlama yordamiga erishib, haqsiz raqobat qilayotganligi ustidan tekshirish boshlagan. Yevropa Komitetining raisi Ursula von der Leyen 13-sentabr Yevropa İttifaqı parlament a'zolariga qilgan yillik nutqida bu qarorni e'lon qilgan. U mundaq degan: Yer shari bozori hozir Xitoyning arzon baholiq to'kliq mashinalari bilan to'shib ketdi. Men bugun komitetning Xitoyning to'kliq avtomobillarining davlatning to'liqlamasiga erishayotganligi ustidan tekshirish boshlaganligini e'lon qilaman. Ursula von der Leyen dunyo to'kliq avtomobil bozorida Yevropa shirkatlari ko'p bo'lsa-mu, biroq ularning g'oyasidir davlat to'liqlamasidan bahramon bo'layotgan raqobatchilarga tengib bo'lolmay shallanib ketayotganligini ta'kidlagan. Yaqin oylarda Xitoy tashqi ishlar ministri Qin Gang hech qanday tushuncha berilmasdan g'oyib bo'ldi va 7-oyda vazifasidan ep tashlandi. Növbətdə g'oyib bo'lgan mudofaa ministri Li Shangfu haqida Amerika doiralari u tekshirilmoqda va vazifasidan ep tashlanadi deb qaragan. Pul muomala vaqt gazetining Amerika amaldorlarini naql qilib xabar qilishicha, Li Shangfu navbatda tekshirilmoqda ekan. Amerikaning Yaponiyada turishliq bosh elchisi bo'lsa, Lining uyda nazarband qilinganligiga ishonadiganligini bildirgan. Türkiye Energiya və Təbii Baylıq Ministri Alparslan Bayraktar Xitoy bilan Turkiyaning 3-yadro elektr stansiyasi uchun ep berilgan suhbatda ko'rinarlik ilgirlashlarning qo'lga keltirilganligini va kelishimning kelgusi bir necha oy ichida tuziladiganligini bayon qildi. 4 yildan ko'proq vaqtdan buyon tunji qatam Rossiyada ko'rishgan Rossiya prezidenti Putin bilan Shimoliy Koreya rahbari Kimning bir-biriga miltiq sovg'a qilganligi e'lon qilindi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-unning tunigun o'tkazilgan boshliqlar yig'inida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni o'z davlatiga taklif qilganligi, Putinning taklifini qabul qilganligi bildirildi.